Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana Rakat mahallada obyektimiz. Katta karnizlarimizni qilishda davom etamiz. Xudo xolasa mana ham yeng karnizimiz. Bu karnizimizni o'rtasida hali mana ham gladki joyida tekis pechenisi bor buni. Bugun urib bo'ldi. Aslan ishini qilib bo'ldik buni. Ertaga xudo xolasa stiklari bilan shu o'rtasidagi gladki joyiga pechenisini aylantirib olsak. Xonamizning uzunligi 8,5 ga 3,5. Tayagamizning kattaligi 46 sm ga 40 sm. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Pastli tayagasiga отдельно подсветкаga joy tashlab ketganmiz. Подсветкani mana shunday qilishimiz sababi освещенияsi tayagaga beradi. Bitgandan keyin juda chiroyli chiqadi karnizimiz xudo xolasa. Bitgan variantlarni ham qo'yib boramiz.